100 million AQSh dollari. Ajoyib yangilik. Instagram va Facebook egasi Meta kompaniyasidan. Meta kompaniyasi Google, OpenAI va shunga o'xshagan boshqa kompaniyalar dasturchilariga shaxsiy xat yuborib, agar menga o'tadigan bo'lsang, agar senga mana shu transfer uchun 100 million AQSh dollari berishga tayyorman deyapti. Xuddi mana Husanov qanchaga o'tdi? 35 millionmi hozirgi narxi? Xuddi shunaqa endi programmistlarda ham davri keldi. Qaranglar, programmistlarga o'tganing uchun 100 million dollar. Undan tashqari oylik beryapti, yiliga 10 million dollar beraman deyapti. Bu taxminan oyiga 1 million dollardan. Oyiga har oy kelasiz 1 million dollar ishlaysiz. Ajoyib. Yaqindagina Pavel Durov ham 1 million AQSh dollari beraman degan. Bular 10 million beraman deyapti. U transfer uchun 100 million. Bu o'sha futboldan ham o'tib ketdi. Menimcha futbolda faqatgina eng bir krutoylariga berilardi bunaqa narxlar. Ronaldo, Messi va hokazo. Menimcha o'sha bundan keyin bu narxlar yana oshib boraveradi, chunki hamma joyda IT, hamma joy internet, hamma joy raqamlashtirish. Menga hali hech kim taklif qilgani yo'q 100 million dollar. Shuni salom qiladi. Kutamiz.